Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Shoh Gamer. Bugungi videomizda biza harbiy hayotini olamiz. Unda videoni boshladik. Bugun yakshanba. Agar ishga chaqirib qolishmasa, bugun dam olaman. Nima ko'rsamki, mana mushukni qaranglar. Ya, mana televizordan zerikdim. Hozir kompyuter o'ynayman hozir. Telefonam yo'q. Oppa, izlayapman-da. Hozir mana videoni kameram uchun buni ham oppa, bu kompyuterni ham o'chirib buni o'chirib qo'ygan. Usti bu ko'p bo'ladi. Shunga PlayStation'im ham bor, lekin o'ynamayman. Xo'sh. İyi böyle. Aha, telefon olayapti. Hozir telefonimni qayerdaligini topib keyin videoni yoqaman. Alo. Ha, xo'jayin. Bugun ish chiqib qoldimi? Dam olish kunida-ya? Ha, bo'pti. Hozir boraman. Kiyimimni almashtirib olay. Videoni yoqaman. Oppa, mana kiyimimni ham kiyib oldim. Kiyimimni ko'rsatayim. Mana kiyimimni ko'ryapsizlarmi? Zo'rda, mana shu o'zim tanlab olganman. Avval mana buni ochib, qurollarimni olib, bir safarga ikkita qurolni olsam, men uchtalasini ham olaymikan? Yo, bitta qurolni olib ketaveray. Men uncha qiyin vazifa bermasda. Xo'jayinam borachi. Uncha qiyin vazifa bermasmikinlar. Hozir ko'rayim. Avval anavi ko'ray, vazifani keyin videoni yoqaman. Sog' bo'ling. Vazifani ham bilib oldim. Vazifa ham shanba kuni ham shunaqa qiyin vazifa berishsa, yakshanba kuni ham deganim. Bu dam olmas ekanmiz-da, bu vazifani ko'rib, qachon bitirib bo'laman dedim. Qana vazifa desalaring, to'g'ri mafiya uyda uvar ketishdi. Men u uyda tekshirishim kerak ekan, tekshirib bo'lib men mafiyani topishim kerak. Mafiyani qachon topaman men hali birinchi nonni boshliqda o'tirib. Boshliqlardan hisobotni olib chiqib kelaman keyin. Bunday bo'lib, mana bitta to'xtayman. Yaqinroqda hamma mashinani shunday chiqishim bilan mashinani minib ketaveraman. Mashinani o'chiraman. Qanday chiqaychiman boshliqda oldiga. Hisobotni olib chiqib videoni yoqaman. Yo'mayo, tezroq bo'lmasam bo'lmaydi. U uyni egasini garovga olishdi. Agar bunga borib pul topib kelasan deyishyapti. Pulni topolmayman dedim. U odamni ham mana qildi. U odamni garovga olmabdi. U odam meni hozir chaqiryapti-da. Men mafiyalar boshlig'iman. Qaranglar, menga o'sha uydagi hamma narsani olib chiqib berasan deyapti. Men bo'q deyapsan deyapti. Men hozir nima ham qilardim boshqa? Yo, navbatda yo bundan ham o'qima xoladamidi. Orqaga qaytachi. O'tib ketdimi? Mana shu bilan. O'sha uydan narigi o'sha meni uyim oldida u jijeldi ham uyi. Desam bu uyam aganku. Ana boshqa, ana qishloqcha, ana tarafda meni uyim. Bu jijelga yonibdi ekan hozir. Mashinani ham tepaga joylashtirib qo'yibman-da. Hozir men buni ochib olay pastga. Ochib qo'yay, bu baribir tepada turmaydi-yu. Osmonda turmaydi-yu. Shunday olib chiqib qo'yaman-da. O'chirib, eshik ochib tez ochishim kerak. Tak, opa. Sekin astalik bilan quroqni olib qo'limizga. Opa. Hech kim yo'q. Bu uydan nimani o'g'irlashgan ekan?
Bu JTL'da puli rosa ko'p edi. Balkim o'shani qurolimni o'qni ko'rib oldim to'limsi. Balkim o'sha JTLda pullarni o'g'irlab ketishgandi. Mana yaxshilab qaraychi JTLda. Uning qatlarida hamma joyda chiqishi. Hop 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 hop. Hop. Qarash. Sizlarda dalillar topib bo'lganimdan keyin videoni yoqaman. Men ulardan qolgan dalillar topdim. Mana bu yerga bitta qurol bilan pulni tashlab ketishibdi. Mana shu eng muhim dalil bo'ladi. Men buni o'zim bilan uyimga olib ketaman. Hozir bu otilmaganiga tashlab ketishganmi? Shuni bilib bo'lmayapti-da. Otilmaganidan birak sotgan ekanda ajab bo'pti. Otilmaganda battar bo'pti. Yo'q, mashinamni urib olishimga sal qolibdi-yu. Buzavam bo'lmaydi-da buni. Keyingi safar o'zim bilan kirib olib yuraman. Opa, eshikni yopib, kalit olaman-da, zavod qilaman-da, xo'jayinga borib narsalar, mana shu topgan narsalarimni topshirib kelaman. Nima yurmayapti? Bo'ldi, bo'ldi. Shuna 2 marta bosib ketishim jonimga tegyapti-da. Hali buni almashtiraman, mashinani rangini almashtiraman. Bu qorada yursa hamma tanib qolyapti meni. Shunaqada ishlarkan budi. Senga lekin maskam bor, bundan ham tanib qolishyapti-da, bari bilib bo'lmaydi-da. Tag'inam. Mana xo'jayinga narsa topshirib, qaytib chiqib, videoni yoqaman. Ketdim men. Mana chiqdim, mana hozir chiqdim. U narsalarni hozir xo'jayinga topshirdim. Qaysi mafiyaliga tegishliligini xo'jayinni topishlariga umid qilamiz. Ketdik. Biz ishimiz tugadi bu yerda. Ketdik. Hop, burilamiz uyga. Biz qiladigan ishimiz qolmadi. Uyga borib dam olaman. Ana bu mahallada. Doim mana shu Nito mahallaga kirib qolaveraman-da. Bu mendan bitta orqadagi mahalla bo'lsa ham shunga kirib qolaveraman. Mana bittagi mana mahalla. Uyim ham shu yerda. Yo'q. Mashinaga nima bo'ldi? Zavod bo'lmayapti. Ana yurdi. Eshikni ochib boramanmi endi? Boraveraman. Mashina ham talab kimga qolib bunday qilib oppa mana kimda ekan qilib mashinani o'chirib uyga kiraman-da, kiyimimni almashtirib dam olaman. Boshqa nima ham qilardim? Pochtada hech nima yo'qmi? Hech kim hech nima tashib ketmagan. Opa. Eshikni chiqdim tepaga uyimga. Dam olsam ham bo'ladi. Kiyimimni almashtirib dam olaman. Hop. Mana kiyimimni almashtirib oldim. Endi hozir nima bo'lardi? Qurolimni shag'as qilib qo'yaman. Bo'ldi, ishga so'pyaman-da. Bo'ldi, tarkenda. Kompyuter o'ynayman. Yo'qman-da. Hop. Ana bosim. Ertaga yana ertaga ham ishga borishim kerak. Uxlayman. Qotib uxlab qolpam bor-ku. Bu o'yinim qotib qolibdi. Bu balki yangi mebel olmoqchi edim, o'sha men yangi mebelni qo'yib yaptı?
ko'rib turganlaringdek ozgina kreativdan foydalandim. Bu narsalarni bu Surivalda sotishmas ekan, kreativ sotib olib, hozir mana shu narsalarni olib, yo'q qilib, ana bu hech nima qilmadi. Mana bu yangi kompyuterimni ko'ryapsizlarmi? Zo'rda bu. Zo'rdanda bu kompyuterda o'chirib qo'yib, baribir. Mana bu kechasi bilan yonib qolib ketibdi. Tak bugun ishida. Ishga borishim kerak. Agar xo'jayin telefonga qilsa boraman. Bo'lmasam bormayman. Alo. Oh. Ha, boraymi? Ya kelmay qo'y, kecha ishlaganingga bugun menga dammi? Rahmat. Bugun mazza qilib kompyuter o'ynaymiz. Yangi kompyuterim yo'q. Tak. Hozir men ishdan tashqari ishimni qilay, streamerlik qilaman hozir. Nega menan yoqamiz. Uch bo'lyaptimi bu? Shuncha video qilib charchadim. Mana video oldim, bitta video. Jonli efirda oldim. Bu kompyuterimda bo'lmasdi baribir. Bunda даже veb kamerasi ham bor ekan. Bu qayerdan ko'rmadim, lekin yuzimni ko'rsatib video oldim. Mana bitta yana mikrofonim ham bor ekan. Unda ham ko'rinmas mikrofon bor ekan, lekin qayerdan bilmadim. Telefonim chalyapti. Alo, ha, xo'jayin. Tezroq kel, srochniy muammo chiqib qoldi. Nima? Ha, xo'p. Voy bilan, xiyma qilib chaqirishdimi? Hozir boraychi. Kiyimimni almashtiraman. Sraz kiyimimni almashtirib oldim. Endi hozir tez qoldi olaman. Voy, tezroq bitta qo'l olaman deb shu qolgan vaqtim yo'q olishga, tush pasga tezroq srochniy muammo chiqib qoldi deyishyapti. Nimaligini ham bilmayman. Buzilib ketaversa, men muammoni hal qilishim kerak. Xo'sh. Voy, tak. Tezroq bo'lishim kerak. Uchirtiraman hozir. Tez. Ay, bagajda tarafdan nima qilaman? Tez ishni srochniy muammo chiqib deyishyapti. Bu srochniy muammo deyishganda biladigan qilishimni uchaman hozir. Opa, bu o'rishimga sal qoldi-yu. Gelaman. Bu mashina o'zidan o'zi kirib ketmadi. Chota kimdir meni balonimni teshdi. Tak. Men ustiga borishim kerak. Bu mashinani tuzatib bo'larman. Srochniy muammoni hal qilishga kerak. Piyoda borishim to'g'ri kelar ekanda. Shunaqa ham feytda o'tadimi? Ana, ko'rdim. Qochib ketdi. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Shock Gamer bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha bu videoning hali davomi chiqadi. Xayr.